Shu katta quruvchilardan mana shu yosh yigit mana katta qurilish kompaniyasini, shaxta qurilish kompaniyasini tashkil qildi. Bundan keyin agar qaysilaring shaxta quraman desalaring, marhamat. Ahtamov Muzaffar Shavkatovich, O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari o'rinbosari. Oybek Umaraliyevich, kompaniyaning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbarining birinchi o'rinbosari, bosh muhandisi. Sharipov Shavkat Musayevich, kompaniya vakolatxonasi rahbari o'rinbosari. Kuldirk Ilya Nikolayevich, Main kompaniyasi skepli vertikal shaxta boshlig'i. Said Zaynuloğlu, kompaniyaning skepli vertikal shaxta stol o'tuvchisi. Qilichdorjon Najmiddinov, kompaniyaning skepli vertikal shaxta stoli nasos qurilmalari mashinisti. Hasanov Sherzod To'raqulovich, Navoiy qurilish montaj. Sadif Akbar Salimovich, sanoat elektromontaj, montajchisi. Israilov Sherzod Yo'ldashevich, Janubiy kon boshqarmasi bosh energetik o'rinbosari. Safarov Ahror Quvatovich, Janubiy kon boshqarmasi katta qurilish bo'lim boshlig'i. Xalikov Sardor Sadullayevich, Zarmitan koni bosh marksheyderi. Xudoyqul Akmal Qondiqovich, skepli vertikal shaxta stvolni ekspluatatsiya qilish